Mamadalieva Mahfuza. 1981-yilda tug'ilganman. Faoliyatimni 20 yil avval boshlaganman. Muassasaga birinchi bor ilk qadam qo'yishimda ustozlarim Xosiyatxon Usmonova, Muqaddas oyamlar, Zaynabxon oyamlarni, Zarifa Shodmonovani ko'makchiligida shogird sifatida mana shu muassasaga ish faoliyatimni boshlaganman. Hozirgi kunda tarbiyachi birinchi o'rinda ota-ona bilan hamkorligini muntazam ravishda olib borish kerak, do'stona munosabatda bo'lish kerak, shu bilan birgalikda bolajonlarga mehr uyg'otish kerak deb o'ylayman. Yoshlar tarbiyasida ota-ona, ustozlarni o'rni o'ta ko'p. Birinchi o'rinda men o'zimga aytaman-da, ota-onasiga ayta olmagan gaplarni kerak bo'lsa ustozlarga kelib aytadi. Ota-onasi bilmagan qirralarini ustozlari biz ularga do'stona munosabatda yondashib, ko'p qirralarni bilib olamiz. Bugungi kunda tarbiyachini o'rni ota-onalar o'rtasida juda ham katta ahamiyatga ega. Sababi kim? Hozirgi ota-onalar o'ta talabchan. Shu bilan birgalikda bolalarni o'qimishli bo'lishni xohlaydi. Shuning uchun ota-ona bilan hamkorligimiz muntazam ravishda deb bejizga aytmaydim. Hamkorliksiz ish bitmaydi. Bitta tarbiyachi o'zi bitta qo'l, ota-ona ikkinchi qo'l bo'ladi. Bugungi yoshlarning fikrlashi hattoki maktab yoshidagi bolajonlarda ham kerak bo'lsa, oldingi insonlarning fikridan ancha tubdan o'sgan. Kerak bo'lsa bolajonlar sizga bergan savollarga yo'l topishga ba'zida ikkilanib ham qolaman. Chunki ular o'sha ongi o'ta kuchliligidan, dunyoqarash kengligidan, nutq boyligi ko'pligidan deb o'ylayman. Shu paytgacha erishgan yutuqlarimdan Allohimga ming qatla shukr deyman, chunki bu farishtalarning ichida rizqimni halol qilib berib qo'yganiga. Erishgan yutug'im o'sha. Oilam tinch, farzandlarim o'qimishlik, ko'plar qatorida meni ham bolalarim davlat tashkilotlarida ishlayapti. Bundan ortiq erishgan yutuqlarimni kamini endi nevaralarim orasida ko'raman. Hayotimda qiyinchilikka duch kelganimda meni asosan bitta shiorim bor. Hech qachon orqangga qarama. Faqat oldinga bos, oldinga bos. Oldinga bossang, ko'zlagan maqsadingga hamisha erishasan degan shiori o'zimga ahd qilib qaror qilib olganman. 20 yil mobaynida topgan narsalarim juda ham ko'p. Ish faoliyatimda topdim, oilamda topdim. Yo'qotganlarim Xudo xolasa yo'q bundan beqilgan bo'lmasin. Hech kimni yo'qotishga loyiq ko'rmasin Allohim. Hamma ilohim topib yuraversin. Hamma ota-onalarga tilagim farzandini doimo yaxshi kunlarda qo'llab-quvvatlab, unga yaxshi motivatsiyalar berib yurishlarini tilab qolaman.